Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun men Uyg'ur akademiyasidagi ba'zi qarindoshlarning taklifi bo'yicha ular so'ragan iqtisodga oid bir qancha savolga javob bermoqchi. Savollarning birinchisi bundaq. Bu qatim Xitoydan taralgan vaba Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushi qanday ta'sir ko'rsatdi? So'ralgan savol shundaq, buning berilgan javobi bundaq. Shaylar o'rtasidagi munosabatlarni kuzatganimizda, bularning o'rtasidagi munosabat bundaq bir necha xil ehtimollikdan mustasno emas. Bular o'rtasidagi munosabat, ya'ni bir-biriga bo'lgan ta'sir ko'rsatish yoki ijobiy bo'ladi, yoki salbiy bo'ladi, yoki kuchli bo'ladi, yoki ojiz bo'ladi. Ya'ni ijobiy bo'lgan chaqdimi yoki salbiy bo'lgan chaqdimi, bularningki kuchlik ojizlik darajasi bo'ladi demakchi. Yoki bo'lmasa bir-biriga ta'sir ko'rsatmaydi, hech qanday munosabat yo'q. Shundaq yana voqea va hodisalarning yuz berishining tarixi bo'ldi, oxir ko'rinishi bo'ldi, jarayoni bo'ldi. Shundaq ekan biz kichikgina bir savdo urushi yuz berishiningki oq ko'rinishini, tarixiy arx ko'rinishini eslab o'taylik qisqacha. Biz bilamiz 2016 yil noyabrda Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan Donald Trump Amerikaning 45-navbatlik prezidenti bo'lib saylandi. Bu kishi qaysi shuar bilan kishilarning saylandiq kishilarning ko'nglini o'tdi deganda MAGA shuar bilan, ya'ni Make America Great Again, Amerikani buyuk qilish, qayta buyuk qilish shuar bilan kishilarningki saylandiqlarning ko'nglini o'tdi. Biz bu yerda Amerika burun buyuk emasmi deb bu qanday buyuk qilmoqchi degan gaplarni o'ylashmaymiz, ammo bu kishining shu gapini, shu shuarini yoki shu xil qarashini qabul qilgan odamlar ko'p sonliq demakchi. Albatta bu kishining kelib chiqishi tijoratchi, korxonchi kishi bu. Shunga bir ish qilgan vaqtda foyda ziyonni bak o'lchaydigan kishi. Bu kishining qarashida Amerika dunyodagi nurg'un ishlarga aralashib olgan, badalni jiq to'lgan, shuning uchun foydaga erishmagan. Men buni o'zgartiraman deb qopti bu kishi. Buning ichida birsi Xitoy bizdan jiq foydalanib ketdi. Dunyo savdo tashkilotiga kirgan vaqtda Xitoy nurg'un mezonlarga, qoidalarga amal qilmaydigan amal qilmadi. Natijada bizning foyda qo'g'ilishadigan, yer sharilishini tashabbus qiladigan sarxil kapitalistlar o'zining mablag'ini Xitoyga soldi. Bizningki zavodlarimiz, yasash sanoatimiz, ishlab chiqarish sanoatimiz Xitoyga o'tkazdi. Nurg'un odam ishsiz qoldi. 5 million odam ishsiz qoldi shuning natijasida. Shuning bilan bizning jamiyatimizda qalamqanchilik kelib chiqdi. Odamlarimiz ishsiz qolgan odamlar umidsizlanib, zararli chekimlikka o'rganib qoldi. Jamiyatimiz sog'lom bo'lmay qoldi. Xitoy bir tarafdan Dunyo savdo tashkilotiga kirgan vaqtda bergan va'dasiga amal qilmadi. Bizni aldab qo'ydi. Yana bir tarafdan o'zining pulini, xalq pulini boshqarib oldi o'zining foydasiga. Davlatdagi korxonalarga to'liqlanmadi, ularni yo'lidi. Ya'ni bozorchilikning prinsip bo'yicha, Dunyo savdo tashkilotining qoida nizomlari bo'yicha unda qilmaslik kerak. Uni bozorga, erkin bozorga tashlab berish kerak. Shuning bilan ularning mahsulotlari dunyo bozorini egallab oldi. Bizning texnikamizni o'g'irladi. Aqliy mulk huquqimizni o'g'irladi. Bizning shirkatlarimizga, bizning mahsulotlarimizga, mulozimatlarimizga bozorni ochmadi deydigan shunday bir qo'soq ko'piklar bilan bu kishi 2018-yil 1-oyga kelgan vaqtda savdo urushining dastlabki piltisiga o't yoqdi. Ya'ni Xitoydan import qilingan kir yuvish mashinasini tortib, quyosh nuridan nur yig'adigan asbobgacha mushularga bajilishni boshladi. Bunga qarata Xitoy hukumati Amerikaning mahsulotlariga baj elish bilan baj qo'ydi. Shuning bilan ikki taraf o'zaro robro izdelishga qarab mandi. Savdo urushi shuning bilan boshlandi degan gap. 2018-yil 6-oyga kelgan vaqtda bu ahvol yomonlashib, oxiri Amerika Xitoydan kelgan 360 milliard dollar qiymatidagi malga 25%gacha baj olamiz dedi. Bu nimadan derak berdi? Trump dediki, Amerika Xitoyga oz mal sotadi, Xitoy Amerikaga jiq mal sotadi. Natijada savdo raqami kelib chiqdi. Xitoy bizdan cho'qim ko'p mal olish kerak. Bo'lmasa, shuning bilan birlikda aqliy mulk huquqiga hurmat qilish kerak, texnika o'g'irlamaslik kerak degandek bir qator talablarni o'tirib qo'ydi.
Bu немеден дерек берді деген вақытта, егер Қытай ішлеп шығарған mahsulotlarning bahası qimmat to'xtasa, iqtisoddagi talab qonuni bo'yicha, yana boshqa sharoitlar o'zgarmagan ahvol ostida mahsulotning bahasi o'ssa, uning bo'lgan talab tuvallaydi. Xitoyning meliga nisbatan Amerika bozorida jiq talab bo'lmaydi degan gap. U chog'da Xitoy, ya'ni dunyoning zavodi deb atalgan dunyodagi ishlab chiqarish, ya'ni yasash sanoatining umumiy qiymatining 3dan 1ni egallaydigan Xitoyninki dunyo Amerikaga jiq mal sotadi. Zavodlari palachalga tushib qoladi. Ularning zavodlari palachalga tushib qoladi. Nima ish qiladi deganda, talab yo'q. Talab bo'lmagandan keyin zavod mal ishlab chiqarmaydi. Zakaz olmagandan keyin, mal ishlab chiqarmagandan keyin yer ishlaydigan odamlar ishsiz qoladi. Har qanday jamiyatda, har qanday davlatda ishsizlik eng cho'ng bir jamiyatning muqimligiga ta'sir ko'rsatadigan tahdid. Shunga Xitoy bu masalani 2018 yil 6-oyga borgan vaqtda yomonlashib qarab ma'lumotni bilgandan keyin to'xtam tuzayli dedi. Trump to'xtam tuz bizdan to'xtam tuzmasang texmi yomon bo'ladi ishning oxiri dedi. Oxirida ondan chiqib ko'rish orqali 2020 yili 1-oyning o'ttiriga kelganda birinchi bosqichliq to'xtamni tuzdi. Birinchi bosqichliq to'xtamning asosiy mazmunlari nima deganda, 2 yil ichida Xitoy hukumati Amerikadan $200 milliard qiymatida yezilik mahsulotlari, energiya mahsulotlari, havo qatnash mahsulotlari, aeroplanlarning zapchastlarini deydi. Mushularni elish kerak. Biz Xitoyning $120 milliard qiymatidagi milliga olmoqchi bo'lgan bajni butun kechirim qilmaymiz. 7.5%ga tushiramiz. Onu dedi. Ondan sırt yana aqli millik huquqi yo'q. Texnika o'g'irlash masalasi to'g'risida modellar bor. Lekin biz shu masalani, ya'ni gapni qisqartirish uchun bu shunchalik to'xtalaylik. Demak, uni bunida 1,5 yil uzun mazgillik suhbatlar orqali savdo kelishimining birinchi bosqichi tamomlandi. Shu vaqtda pay cheklar o'rildi. Kutilmaganda xuddi bir sog'lom odam yo'lda ketyapsa, yoki bir akavr odam gidib yo'lda ketyapsa, uni to'q soqmayotganda yoki bir keyindan tayoq bilan birini qo'ygandek, Amerikaning iqtisodiymi, Xitoyning iqtisodiymi shunday bir tabiiy afat desak bo'ladi, vabo, ya'ni Wuhandan taralgan vabo so'qdi. Ya'ni hodisalarning yuz berishini deb aytganda, savdo urushining yuz berishi vabodan burun bo'ldi. Vabo mayli Xitoy uchun bo'lsin, mayli Amerika uchun bo'lsin, kutilmagan bir zarba bo'ldi. Natijada Xitoyda shaharlar taqaldi, Wuhandan boshlab zavodlar taqaldi. Uningdan buni savdo urushining ta'sirida Xitoydan biroz kapital qochib ketayotgan ishlar bo'lgan. Ba'zi zavodlar u yoq bu yoqqa Laos, Vietnam, Bengal degandek davlatlarga o'rlashayotgan shunday ahvollar bo'lgandi. Ammo vaboning yuz berishi bilan bu ishlar texma yomonlashdi degan gap. Dal mushundaq chaqda savdo urushi nisbatan urush to'xtatish birinchi bosqichga kelgan vaqtda bu vaboning yuz berishi Amerikaning iqtisodiga ta'sir ko'rsatdi. Qanday iqtisodiga ta'sir ko'rsatdi? Mana biz ko'rib turibmiz. Hala bugungi kunga kelgan vaqtda bu virus bilan yuqumlanganlarning soni 750 mingga yaqinlab, o'lganlarning soni 40 mingga yaqinlab, nurg'un shtatlar tijoratlarni to'xtatib, ishsizlarning soni 22 millionga yetib, Amerika 10 yilda barpo qilgan ishga o'rilish nisbati biroqla tuvallab, iqtisodning chekinishi 1929 yildagi iqtisodiy bo'hrondan keyingi eng og'ir ahvolga kelib qoldi. Shunday ahvolda bu Xitoydan taralgan vaboning oldi bilan Xitoyning iqtisodiga, Amerikaning iqtisodiga ko'rsatgan ta'siri intayin og'ir bo'ldi. Xitoyning birinchi faslidagi, ya'ni 1-oy va 3-oydagi milliy daromadningki, GDP'ninki ahvoli qanday bo'ldi deganda, Xitoy o'zining statistika idorasininki ma'lumotiga qaragan vaqtda 6.18% tuvallab ketdi. Amerikada cho'disa, Amerikada mutavallash bo'ldi. Demak, savdo urushining iqtisodga ko'rsatgan ta'siri, ikki davlatning iqtisodga ko'rsatgan ta'siri iqtisodning muayyan chekishini keltirib chiqargan bo'lsa, mahul vaboninki tuyuqsiz paydo bo'lishi, kutmagan
holatni paydo bo'lishi har ikki tarafning iqtisodiga jiq ta'sir yetkazdi. Bu savdo urushi qanday ta'sir yetkazdi? Birinchi bosqichliq savdo urushini, savdo kelishimnomasini tuzgan vaqtda mundaq bir modda bor ekan. Tasodifiy tabiiy ofatlar yuz berib qolsa, savdo kelishimnomasida ikki taraf o'zaro uning amal qilinmay qolsa, uni qayta maslahatlashishga bo'ladi degan bir gap bor ekan. Lekin hozirgi ahvoldan qaragan vaqtda ikki taraf bir-biriga bu kelishimnoma nisbatan sal kang qo'lroq pozitsiya qo'llanayotdi deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni Xitoy davomli Amerikaning yezilik mahsulotlarini elayotgan purchoq uy bularni. Anandan keyin Xitoydan keladigan meditsina, ya'ni hozir maska deymiz, mundaq burun nafaslanishda ishlatiladigan meditsina asboblari deymiz, andan keyin mundaq kiyimlar deymiz. Bularga nisbatan bajni Amerika kechirgan shunday bir ahvol bor. Xulosalgan vaqtda bu vabaning ikki taraf o'rtasidagi iqtisodiy munosabatga ta'sir ko'rsatishi bir tarafli emas, nuqul iqtisodiy ta'sir emas, umumyuzlik bo'layotgan gap. Diplomatiya jihatdan, qimmat qarash jihatdan, shunga bu vabaning yuz berishi ikki davlat o'rtasidagi umumiy munosabatlarga nisbatan salbiy ta'sir ko'rsatdi desak, xatolashgan bo'lmaymiz deb qarayman. Ikkinchi savol. Vaba dunyoning siyosiy iqtisodiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Biz bilamiz, mana vabaning ta'siridan zavodlar ishdan to'xtab ketdi. Nurg'un ta'minlash zanjirida uzilish paydo bo'ldi. Qatnash, transport ma'murida, havo yo'li, dengiz yo'li, moddalarning, xom ashyolarning yo'tkilishi to'xtadi degandek. Bu albatta yer shariy xarakterlik, ya'ni dunyo pul ma'mul fondi jamiyati IMFning bosh hisobshunosi bu gapni dedi. Dunyo umumyuzlik 2020-yilda bir chekinish, iqtisodiy chekinishga qadam qo'ydi deb shunday bo'ladi. Ishlab chiqishning, iqtisodning 4 muhim halqasi, ya'ni aholilardan tortib korxonalargacha, hukumatgacha hammasi degidek shunday iste'molda bir xil chekinish bo'ladi. Hukumat tijorat bo'lmasa, tijorat beji bo'lmasa, kirim beji bo'lmasa, hukumatning beji bo'lmasa, hukumat nimani xajlaydi masalan? Aholi ishdan qilib olsa nimani xajlaydi? Mahsulot shirkatlarning mahsulot mulozimatlarini haq olmasa, ular qanday pul topadi? Ular nimani mablag' qilib soladi, nimani xajlaydi? Shunga vabaning dunyoning umumyuzlik iqtisodiga ko'rsatgan ta'siri cho'nqur bo'ladi. Siyosiy ko'rsatgan ta'siri nima deganda, ba'zi analizchilar buni Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat, Amerika bilan Yevropa o'rtasidagi munosabat, Yevropa bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat, Xitoy bilan boshqa davlatlar o'rtasidagi munosabat, ya'ni davlatlar bilan davlatlar o'rtasidagi, bir davlat bilan boshqa davlatlar o'rtasidagi shunday umumiy munosabatlarni ilib aytgan vaqtda bir qaytib qarab chiqish, qayta tangshash, ma'lum ifodalarni bildirishgacha bo'ladi. Ya'ni hozir dunyo ikkinchi qadamli sovuq munosabatlar, sovuq urush davriga qadam qo'ydi deb qarayapti. Birinchi qadamli sovuq urushning natijasini qanday bo'lganligini biz bilamiz. Ikkinchi qadamli sovuq munosabatlar urushining yoki sovuq urushning qanday bo'lganligini hozircha bunga qiyos qilish, faraz qilish menimcha ortiqcha. Üçüncü savol, menimdan so'ralgan üçüncü savol o'sha sanoatlashgan davlatlardagi, Yevropadagi, Amerikadagi, Yaponiyadagi bu davlatlardagi boy, darajadan tashqari boy kishilar shu vabaning ta'siriga uchradimi deb. Bular shaxs sifatida buning ta'siriga uchradi. Masalan, Wall ko'chasidagi ba'zi Xitoyga mablag' ba'zi cho'ng bankerlarning bir nechasi shu vabaning ta'sirida qazo qildi, ammo ko'pinchisining boyligi jihatdan ta'sir ko'rsatdi albatta. Chunki bu vaba har qaysi bozorlarning hammasiga degandek ta'sir ko'rsatdi. Ishlab chiqarish shu tovarlar bozoridan tortib, tovarlar iste'mol bozoridan tortib, Amerika bozori, kapital bozorigacha. Bu boylarning ko'p qismi o'zining boyliklarini har xil shakl saqlaydi. Buning bir ko'rinarli qismi ularning boyligini pay cheki shaklida tutib turdi. Bu pay chekidan qimmatida umumyuzlik bir chekinish bo'ldi. Shu bu nuqtani aytgan vaqtda albatta ularmi bu vabaning ta'siriga uchraydi yoki uchraydi. Lekin bir milliarderdanki 1 million pulni yo'qotib qo'yish bilan, bir 100 ming dollar maosh bilan ikki balani beqiyotgan bir odamning xizmatini yo'qotib qo'yishiningki uchraydigan ta'siri o'xshamaydi.
Şuna bunu aşındak düşünsek olurdu. Bu iqtisodiy chekinishga yoki bu vabaga keltirib chiqargan bu krizga bu baylar qandaq planlarni tuzyapti degan savol bor ekan. Endi ularning qandaq planlarni tuzyaptganligini men uqmayman ularga bu gaplarni demadi. Men ismini taniydi ekanman, o'zini tanimaydi ekanman, lekin ularning bir ishni qilayotganligini faraz qilish qiladi. Ya'ni ular qandaq qilib baylig'imni ko'paytiraman degani to'xtamay o'ylaydi. Ularga nisbatan aytgan vaqtda xuddi termodinamikaning birinchi qonuniga o'xshash energiya yo'qolmaydi, yo'qdan paydo bo'lmaydi, bir shakldan bir shaklga aylanadi degan o'xshash ularning baylig'i aldirab yo'qolib ketmaydi. Ular bir shakldan pay chekadidan bo'lmasa zaimdan bo'lmasa oltindan u buni almashtirish orqali yana qanday qilib shu o'zining baylig'ini ko'paytirishni qo'ydi bo'ladi. Yani bundan gumonlanmasak bo'ladi. 4-savol Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushininki natijasi qanday bo'lishi mumkin degan savol. Hozirgi ahvoldan qaragan vaqtda ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat nuqul savdo urushlar emas, balki keng ko'lamlik diplomatiya jihatdagi, qimmat qarash jihatdagi, tuzum jihatdagi, andan keyin keng doiralik, keng ko'lamlik umumyuzda bo'lib ketdi. Yani bu xalqaro munosabatlarni, xalqaro xabarlarni ko'rgan kishilar bundan xabardor. Lekin agar urush deyilgan bo'lsa, urushda yenguvchi bo'ladi, yengilguvchi bo'ladi. Shuning bilan birlikda urushni hal qilishning usullari bo'ldi. Birisi sulh tuzash. Shunga bu ishlarning natijasini qanday bo'lganligini aldirab bir nima degil bo'lmaydi. Biroq hozirgi yuzinishlardan qaragan vaqtda vaboninki bu xil urush ko'rsatgan ta'siri Xitoy tarafining ko'proq ziyon tortishi bilan Amerika ziyon tortdi albatta. Ziyon odamlarga ochiq bo'lgandek davlatlarga ochiq, Amerika ziyon tortsa aldirab chidab ketadigan davlat emas. Shunga Xitoyning tortadigan ziyonining ko'proq bo'ladiganligini faraz qilish qiladi. Eng oxirgi savol. Mana bu shunday mezgillarda Uyg'urlar o'zlarini qanday kuchlantirish kerak degan bir savol ekan. Bu bir subyektivlikqa men bunga bir faktlarni, sonliq ma'lumotlarni misol qilib so'zlamayman, o'zimning shaxsiy ko'z qarashimni so'zlayman. Men bu Turkiyaning bir ko'p qismli televiziya filmini ko'rgandim. Filinta deydigan. Filintada Sultan shunday bir so'zni qildi ekan. Bizning jamiyatimizda 3 dushmanimiz bor deydi. Zururiyat, jaholat va ixtilof. O'zaro ixtilof. Bularni yengadigan 3 qurolimiz bor deydi. Adabiyot san'at, ma'rifat va inoqlik. Demak, o'zimizni kuchlantirish uchun men shu kishiningki oxirgi gapini men sal kengaytib deyishga to'g'ri keldi deb qarayman. Adabiyot san'at deganimizda o'zimizning madaniyatimizning asl taraflarini cho'qim rivojlantirishimiz, saqlab qolishimiz, faxrlanishimiz kerak. Ya'ni shunday munavvar kishilarning munavvar qimmat qarashlarini qo'llaydigan, mehribonlik to'lgan, adolatga to'lgan, bir-birimizga nisbatan rostchil bo'ladigan, munofiqlik qilmaydigan, gapida turadigan, mardona shunday taraflarni cho'qim qo'llashimiz, naqsh musiqalarimizni, adabiyot san'atlarimizni taraqqiy qildirishimiz, zamonaviylashtirishimiz, xalqaralashtirishimiz kerak. Ma'rifat deganda cho'qim dunyoviy tillarni yaxshi ko'rishimiz, dunyoning qayerda yashayotgan bo'lishimizdan qat'iy nazar shu davlatlardan ijtimoiyda yaxshi tegishli o'ringa erishish uchun tirishishimiz kerak. O'zimizmi tirishishimiz kerak, ota-ona bo'g'uvchilar, farzandlarimizni shunday tarbiyalashimiz, bir xil ruh bilan tarbiyalashimiz kerak. Amerikada Ilhon Umar degan bir qiz bola Amerikaning parlament a'zosi bo'lib saylandi. Musulmon qiz bola Somaliyadan kelgan. Ichki urush tufaylidan shaki refugee deb qo'ydi. Kelib panoh tilab shu Amerikada qolgan, o'sha yosh chig'ida, kichik chig'ida kelib o'qib, tirishib, Amerikaning siyosiy qatnashib, Amerika qonun avam palatasining a'zosi bo'ldi. Nayti ochiq so'zlaydigan qiz. Kanadaning burungi ko'chmanlar ministrining ismi Ahmad O'sanqu deyman. U Somalilik bola.
Fransiyaningki burunqi maarif ministerimi Marokkolik bir padişah qız ekan, birisinin xabarini ko'rsam. Demak, tirishsaq, o'zimiz tirishsaq, bolalarimizni yaxshi ruh bilan tarbiyalasak, ularga umid bersak, bolalarimizni o'zlari turayotgan shaharlarda, o'lkalarda, davlatlarda ko'tariladi. Ma'rifat deganimizda nuqul bir tilni bilishlar emas. O'zimiz turayotgan jamiyatni tushunish, fan madaniyat, fan texnikani yaxshi tushunish. Shuning bilan birlikda iyilik tiklash, korxonchilik ro'yiga ega bo'lish, hokimiyat ishlariga aralashish. Men Harorat uchun olg'a degan bir yozmani yozgan, bir necha yilning oldida. Shunda shu gapim bor. Bizning farzandlarimizni yaxshi tarbiyalasak, o'zimiz turayotgan uchuq demokrat davlatlarda ular shahar boshlig'i bo'ladi. Qonun loyihaligi, qonun ma'qulligi bo'ladi. Yana palata a'zolari bo'ladi. Bu shundaq bir ruh bilan bolalarimizni tarbiyalagan vaqtda ishlarimizda umid bor. Yana birisi inoqlik. Inoqlik deganimizda bir-birimizga yordam qilishimiz kerak, qo'llashimiz kerak, mehribonlik qilishimiz kerak, qo'limizdan kelishicha. Uni mana iqtisodda bir gap bor. Iqtisodda free rider problem bor. Ya'ni bekorlik otga minib, bekorlik mashina chiqib olish degandek. Ya'ni badal to'lamayman, men boshqalarning chapini tarlayman deydigan bunday bir gap. Onu saqlanish kerak, har kim o'zining mas'uliyatini ado qilish kerak, majburiyatini ado qilish kerak. Mas'uliyat, majburiyat, bularning farqlarini, o'rtaqligini yaxshi tushunishimiz kerak. Shuning bilan birlikda o'zimizga nisbatan mehribon, shundoq adil bo'lishimiz kerak, tirishchan bo'lishimiz kerak, ishchan bo'lishimiz kerak. O'rin, ümidsiz olsa olmaydi.